Assalomu alaykum hurmatli asarchilar. Bugun 2-aprel 2026-yil. O'sha mini-nukleuslarimizni arz olishga tayyorlayapmiz. Shu o'rta devorlarni qo'ydik. Bunda ikki tomonlama uchadi. Ramkalarni hozircha qo'yib oldik. To'rttadan tashlab oldik. Shu uydagi mini-nukleusda turgan arlarni sheridiga ketganmiz. Undan borib hozir chiqqanicha rasplotini olamiz. Buni yoniga tashlab ramkani olib bitta atotga qilib olib kelaveramiz. Oziqasini shu holatda karmochkasi. Hozircha qancha chiqsa borib chiqqancha tashlab olib kelaveramiz. Ularni keyin qolganini tayyorlab boraveramiz bir-bir. Hozir bu yerda shu bitta ramkani rasplotni olaveramiz, onasini qoldiramizda shuncha bo'lib nachalgani kesib oldik. Uchini oldin eshigini bekitib oldik. Bittani qo'yamiz. Bitta yetadi. Hozir pishgan rasplot olinaveradi. Chunki havo ham yaxshi, kechasi ham anchalik bemalol chiqaveradi. Qo'ymaymi shatma? Ozroq bo'lsa, sal yengilroq qoqiladi. Agar nima bo'lsa, yaxshi qoplab turgan bo'lsa shart emas. Ikkoviga bitta qoqsaydan bo'laveradi. Bundan yetti. Gelsin turasını zilep koyayım yine. Bunga ramka berib qo'ying. Mana bu ortiqcha ramkalar bor. Yoniga tashlab qo'ying. Hozir nasib urib bo'lsa, mana ikki bo'sh. Hozir qancha rasploti bor? Hozir 3 ta urib bo'ldi. Ochiqda, ha? Ochiq. Ha, uni yettingdan bekitadi, yana olib ketaveramiz. Qo'shib qo'ying. Ha. Bunga shu oziqa syrup berib turilaveradi, bu rasplot qilaveradi. Xolos yana olib ketaveramiz. Mini-nukleusdagi arimiz pull line liniya. İşleyen qani. To'liqda 2 3 4 5 6 7 8 ta ramkada to'liqda hozir endi qanaqa holatda ko'ramiz. Bular endi qizi bu. Qizi. Shunga olganmiz. Iyoni bolasida. Iyoni bolasi. Qo'yib. Mana so'zlar. Zahirasi ham ovqat zahirasi haqiqatdan zo'r turdi buni qishi bilan. Chegigacha tuxumlaydi. Qani. Rasplot yari qo'tyapti. Pullayndan mashina chiqaryapmiz. Xolos. Mana shu bilan pullaynda qizilashmi. Ushbular iyoni
Xudo xolasa qizlardan chiqaryapmiz. Tegasi ko'rsin. Tomonni ko'raveraylik. 10 qona emas bu pechat. Ishlashi yaxshi. Anjarasi o'tolandi shekilli bunda. Tomonni karim o'yron keladi. Asal tosh qo'ygan. Asal. Rangini qarang ha? Ha, 10 ramga ariq qo'ysalaring bundan. Alloh berdi-da. Bu rangini qarang. Mana shu xotirasi olcha, olma noklar gullagan payti. Mana bu zahira o'qoti. O'qotlar soti ham katta emas ekan. Haqiqatan yaxshi. Xudo xolasa shuni protein matkasidan Atutga. işte o'g'baylardan qilib yuramiz. Uni ko'rsatgan sababi ularni iyoni bolalar qanday ishlayapti degan savollar bo'lsa mana shuni ko'rib qo'yilaveradi. Hop. Tepadan ko'rinishi mana o'g'otlari juda chiroyli mashallah. Toshi to'lib qopti. Qancha qarang. Bu arilar katta yashikka shukosin bo'lar ekan. Shuni kelyapti. Arimiz joy torligiga kichikroq yoki katta joyga tushib qolsa, yana ham to'lishib ketadi. Qishlab chiqqan arilarimiz shu qishda ham bir video qilinganda. Mana shu Niklusda qishlab chiqdi mana shu. Endi bizga bitta plus tomonlari buni mana shu atvodga olish hisoblanadi. To'g'ri chiqishga uyani hajmiga nisbatan ari ko'p. Shunga yarasha rasxod ham bilinadi, ovqat beriladi. Ovqat berilmasa qishdan oziqat yetmay qolishi ham chunki ari ko'p, ari kuchli. Niklusda qishlatgan sababi mana bahorda tayyor mana rasxoloti bilan pechat atvodga qo'yapmiz. $200 gramdan har soyga shart bo'lmayapti. Onanayda qoldimi? Ha, bunları necha monda qo'y. naringda. Mana shunday ajratib qo'ymoq qiziq. Kichkina rasxodlarni mana uni kesamiz qo'yapmiz. Kechirgan rasxodlar. Allah. Shuna hop. Atvodga qo'yamiz. Bunisini ham olamiz. Hop. 3 ta chiqdi.